guys, yana davom ettirgan holda yana bugun modal fe'llardan biri bo'lgan must va mustn't va don't need to haqida gaplashishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib mustdan boshlaydigan bo'lsak, must degani shart degani, ya'ni qilish shart, nimadir qilish shart. Xo'p, endi birinchi bo'lib it's fantastic film misol ko'radigan bo'lsak, it's fantastic film, you must see it. U juda ham zo'r kino, ko'rishing shart, ya'ni ko'rmasang bo'lmaydi, ya'ni ko'rishing shart, va zo'r, juda ham zo'r. Endi strukturasi qanaqa? Bular bo'yicha alohida qachon ishlatilishi bo'yicha alohida tushuntiraman. Xo'p, birinchi strukturasini ko'rib ketaylik, kitob ketma-ketligi bo'yicha. Birinchi bo'lib subject ishlatamiz, I, we, you, they. Keyin albatta modal must ishlatamiz. Keyin oldingi mavzularda aytib o'tganimdek, modal fe'llar bilan hech qachon ish harakatga, ya'ni verbga qo'shimcha qo'shmaymiz yoki boshqa shaklini ishlatmaymiz. Faqat ya'ni infinitive, ya'ni verb one ishlatamiz. Har doim modallar bilan birga verb one ishlatiladi, adashtirmaymiz. Xo'p. Endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, I must do something. I need to do it, ya'ni qilishim kerak, qilmasam bo'lmaydi degan ma'noni bildiradi. I must. Misol uchun, I'm very hungry, juda ham ochman. I must eat something. Nimadir yeyishim kerak, ya'ni yemasam bo'lmaydi, qornim juda ham och. Ya'ni qilishim shart. Ya'ni shart desak to'g'riroq bo'ladi. It's fantastic film, you must see it. Buni tepada ko'rdik. The windows are very dirty. Oynalar juda ham kir. We must clean them. Ularni tozalashimiz shart, ya'ni zarur. Tozalamasak bo'lmaydi. Juda yomon bo'lib ketgan. Yoki for the past, o'tgan zamon uchun, yesterday, last week uchun biz had to ishlatamiz. Ya'ni must ishlatsak, bu degani present, ya'ni hozirgi zamonda. Endi had to xuddi shu mustni o'tgan zamon shakli, must bilan had to bitta narsa, faqat must hozirgi zamonda. Must hozirgi zamonda, had to o'tgan zamonda. Endi misol uchun, I was very hungry. Men juda ham och edim. I had to eat something. Nimadir yeyishim kerak edi. Ya'ni yemasam bo'lmas edi. Ya'ni o'tgan zamonda ishlatilyapti. Nima uchun? I was very hungry. Bu yoqda ham had to o'tgan zamonda, ya'ni mustni o'tgan zamon shakli. I must eat deya olmaymiz. Nima uchun? Chunki bu was deyapti. Ya'ni edim. Juda och edim. Yoki we had to walk home last night. Kecha uyga piyoda yurishimiz kerak edi. There were no buses. Ya'ni majbur bo'ldik. Ya'ni chunki avtobuslar yo'q edi. Nima uchun had to ishlatildi? Chunki bu yoqda last night bo'lgani uchun.